Assalomu alaykum. Tarmoq kuzatuvchilar, mana navbatdagi zinamiz Xudo xolasa bitdi mana. Bu qayerda bo'lgan? So'raganlarga Navoiy Qiziltepada bo'lgan. Xudo xolasa mana tayyor zinamiz butonga. Kimdir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol prokuror nomerimiz qoldirganmiz. Qo'ng'iroq qilaverasizlar mana. Balalaga 16 sm qilib berdik. Oyoq qo'yganimiz 28 sm. Mana podushkalarga armaturani qoqdik. Hozir kimdir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Monolit boranida 12 kvadrat monolitimiz bor. Zinamiz balalaga 375 sm. Bu yog'i Buxorodan kelishi. G'ijduvondan o'tib kelaverishimiz. Bu yog'i Navoiyga qarab ketish yo'li. Mana non bozorining yonida. Non do'konining yonida. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xudo xolasa, Nebo viloyatlarga borib to'kib beramiz. Bu esa Qiziltepada